O'tgan hafta qozog'istonliklar juda ham aktiv bo'ldi, sababi barcha texnikalarimiz Qozog'istonga qarab yo'lga chiqib ketdi. Bu haftada mana Xudo xolasa O'zbekiston bilan Qirg'iziston ham aktivlikni oshirdi. Bugun bizda jami 5 ta texnika bor. Mana 4 tasi bu yerda, 3 ta Hyundai, bitta Volvo hamda kechroq kirish kerak bo'lgan 300 talik Hyundai texnikamiz ham bor. U ham Qirg'izistonga qarab yo'lga chiqib ketyapti. Qarshilardagi Volvo 140 talik, 145 talik texnika O'zbekiston Namanganga va Hyundai 155 talik texnika ham O'zbekiston Namanganga qarab yo'lga chiqib ketyapti. Va 140 talik Hyundai texnikasi bilan mana bu 145 talik Hyundai texnikalarimiz Qirg'izistonga qarab yo'lga chiqib ketyapti. Hozir o'zi mana kema tayyor, kemani videoga tushirib bo'lmaydi. Yukni hammasini olib chiqib bo'ldi. Hozirda mana texnikalarni olib kirish ishlari boshlandi. Hozir sizlarga batafsil video qila olmaymiz, chunki mumkin emas aslida bunaqa video qilish, lekin qo'ldan kelgancha iloji boricha sizlarga mana texnikalarimiz haqida ma'lumot beramiz. Bugun 17-mart sanada ushbu texnikalar RTHS logistik kompaniyasi orqali O'zbekiston hamda Qirg'izistonga qarab yo'lga chiqib ketyapti. Tez orada, uzog'i 20 kun, 25 kunda ushbu texnikalar so'nggi manzillariga yetib boradi. RT Holdings kompaniyasi bundan ham zo'r texnikalarni sizga yetkazib berish imkoniyatiga ega. Faqatgina quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Biz esa sizga qayta bog'lanamiz va sizni istagingizdagi texnikalarni o'zimizning logistik kompaniyamiz orqali, RTHS logistik kompaniyasi orqali so'nggi manziligacha xavfsiz va ishonchli tarzda yetkazib beramiz. Salomat bo'ling.